Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Chorva sohasiga endigina kirib kelayotgan yoki uy sharoitida qo'y bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimizga bir kichkina maslahat aytib o'tmoqchiman. Qo'ylardan 5 oy qo'zi olishni hammamiz kutamiz, buni parvarish qilamiz, buni xizmat qilamiz buning uchun. Qo'ylar qo'zilagandan keyin, tuqqandan keyin mana shunday bir alohida xona qilib qo'yib, solib qo'ysangiz ichiga buni alohida parvarish qilsangiz, qo'zi yaxshi rivojlanadi, bezapasini rivojlanadi. Bundan tashqari mana buni yonida ham bir kichkinagina xona qilib qo'yibmiz. Bu raddom bu. Bu yerda 10 kun, 15 kun qolgan tug'ishiga qo'ylarni alohida olib qo'yibmiz. Bunday qilishimizga sabab bu yerda qo'ramizda bilmasdan bir-birini shoxlab qo'yishi mumkin, bosib qo'yishi mumkin. Oyog'i bilan o'shanda bir lat yemasligi, mayib bo'lmasligi uchun mana shunday bir alohida sharoit yaratganmiz. Sababini qilib qo'yganimizdan keyin bu yog'i Allohdan azizli. Sizlarga ham buni tavsiya qilamiz. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Kanalimizni kuzatib boringizlar, obuna bo'lingizlar azizlar. Yaxshi foydali maslahatlar, hayotiy kontentlar qo'yishga harakat qilamiz.